2026 Chevrolet Cobalt 2026 modeli zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan taqdim etildi. Ushbu sedan yangilangan tashqi ko'rinish, sportcha chiziqlar va aerodinamik shakl bilan ajralib turadi. Old qismida LED faralar, keng radiator panjarasi hamda xrom bezaklar avtomobilga yanada jozibador va kuchli qiyofa beradi. Yangi disklar ham ko'rinishni boyitadi, juda sezilarli. Ichki qismida keng va qulay salon haydovchi hamda yo'lovchilar uchun maksimal komfort yaratadi. Yumshoq plastik materiallar, sifatli mato yoki charm o'rindiqlar bilan uyg'unlashgan raqamli asboblar paneli va katta sensorli multimedia ekrani avtomobil boshqaruvini yanada osonlashtiradi. Shuningdek, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari mavjud bo'lib, zamonaviy ulanish imkonini beradi ham tezkor. 2026 Chevrolet Cobalt kapoti ostida tejamkor va ishonchli dvigatel joylashgan bo'lishi mumkin. 5 litrli benzin agregati kuchli tortish quvvati bilan shahar va trassa sharoitida barqaror harakatni ta'minlaydi. Avtomat yoki mexanik uzatmalar qutisi tanlovi haydovchiga qulaylik yaratadi. Yonilg'i sarfi kamaytirilgan bo'lib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Uzoq safarlarda ham foydali natija ko'rsatadi. Doimo xavfsizlik tizimlari ham yangi modelda muhim o'rin egallaydi. Avtomobilda apps va app tizimlari, barqarorlikni nazorat qilish funksiyasi hamda bir nechta xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Orqa ko'rinish kamerasi va parkovka datchiklari tor joylarda qulay harakatlanishga yordam beradi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi zarba vaqtida himoyani kuchaytiradi, faol va passiv xavfsizlikni ta'minlaydi. Ishonchli tarzda har yangi Cobalt osma tizimi qayta sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham yumshoq va barqaror harakatni ta'minlaydi. Rul boshqaruvi aniq va sezgir ishlaydi. Shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan sababli salon ichida sukunat saqlanadi. Konditsioner yoki iqlim nazorati tizimi haroratni mos darajada ushlab turadi. Uzoq safarlarda qulaylik yaratadi. Barcha mavsumda ham foydali yechim bo'ladi. Albatta, bagaj hajmi keng bo'lib, kundalik ehtiyojlar